Aka, o'zimizning viloyatdan bir konsalting firma bilan ishlagan edim. Hozir vizam chiqmay qoldi. Yo'q joydan $3000 pulga kuydim. Endi nima qilishni bilmayapman. Afsuski, shu kabi SMSlar deyarli har kuni bizga kelib tushadi. Buni asosiy sababi esa odamlar arzon yolg'onlarga aldanib qolishadi. Konsalting tanlashda aldanib qolmaslik uchun nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda uni arzon narxlariga emas, albatta. Ya'ni bu yerda Koreyaga ketishingiz uchun siz bitta qo'pol qilib aytganda mashinani pulini sarf qilyapsiz. Shuning uchun siz birinchi o'rinda tanlayotgan konsaltingingizni tajribasi, ya'ni necha yildan beri bozorda faoliyat yurishi va asosiysi qancha o'quvchilarni Koreyaga jo'natganligiga e'tibor bering. Aynan 5 yildan ko'proq tajribasi bor va bir necha yuzlab talabalarni Koreyaga yuborgan konsaltinglar hozirda O'zbekiston bozorida sanoqli darajada, ya'ni bir nechta. Qisqa qilib aytganda, bir so'm pul tejaman deb 1000 so'mga tushib o'tirmanglar. Bu yerda asosiy e'tibor qilish kerak bo'lgan narsa yuqorida tushuntirganimdek, birinchi o'rinda necha yildan beri konsalting faoliyat yurityapti bozorda, ikkinchisi esa bu natijalari, nechta odamlarni konkretnik vizasini olib bergan Koreyaga jo'natgan. Va agarda sizga Koreyada o'qish va ishlash bo'yicha ishonchli hamkor kerak bo'lsa, Grand Plus Education doimo siz bilan.